Assalomu alaykum. Ushbu videomizda biz multi-container pods haqida gaplashamiz. Ya'ni biz pod define qilar ekanmiz, deployment ichida template define qilar ekanmiz, u ham pod. Biz bir yoki bir nechta konteynerlarni run qilishimiz mumkin bo'ladi. Va bu konteynerlar networking jihatdan boshqacha gaplashadi. Ya'ni xuddi local hostda run bo'lib turgandek, bir-birini local host orqali topib oladi. Va bir qancha multi-container podlar bo'yicha dizayn patternlar bor. Bitta-bitta dokumentatsiyasi bilan am, dokumentatsiyasida berilgan ketma-ketlikda gaplashib o'tamiz. Demak, init container pattern. Demak, bizga tasavvur qilaylik, dasturimiz bor va migrationlar bor. Bizda shu EF core taqdim qilganmi yoki boshqa ORMlar, boshqa stackdagi ORMlar tayyor yaratib qo'ygan migrationlar bor yoki o'zimiz ketma-ketlikda yozib qo'ygan SQL skriptlar bor va o'shalarni birinchi bizning backend dasturimiz run bo'lishidan oldin ensure qilish kerak. Ya'ni mana shu databaza sxemasi bilan u yurgizmoqchi bo'lgan dastur syncdami, ya'ni sinxronizatsiya bo'lganmi. O'shanaqa paytda bizga init container lar yordam beradi. Biz nima qilamiz? Ma'lum bir skriptni olamizda o'shani run qil deb init containerga define qilib ketamiz. Va u bizning dasturimiz boshlanishidan avval init container run bo'ladi va o'chadi. O'chgandan keyin bizni dasturimiz run bo'ladi. Va ana shunday qilib biz deylik secretlarni, configurationlarni va boshqa masalan dependency deylik bizda external qanaqadir dependencylar bor. Masalan Pythonda MySQL client package run bo'lishi uchun bizda Linuxda ham MySQL client bo'lishi kerak. Ya'ni u C da yozilgan o'sha dasturni interop sifatida ishlatib bizga access beradi va biz mana shunaqa dependencylarni ham bor yoki yo'qligini tekshirsak bo'ladi. Va ikkinchisi ambassador pattern. Demak, bizda deylik dasturimiz bor va dasturimizni biz 10 yildan beri maintain qilib kelamiz. Va bizga endi bitta to'lov tizimi bo'yicha, ikkita to'lov tizimi bo'yicha integratsiya qilgandik. Ana endi bizda uchinchisini ham qo'shishimiz kerak bo'lyapti va test qilishimiz kerak bo'lyapti. Ana shunaqa paytda biz katta 10 yildan beri maintain qilib kelayotgan dasturimizni source kodini o'zgartirishga haqiqatdan qo'rqamiz. Qo'rqinchli, bu katta o'zgarish bo'ladi. Va shuning uchun biz ambassador pattern ishlatgan holatda biz deylik ma'lum bir logikani, o'sha payment bo'yicha logikani o'sha alohida konteynerda, alohida dastur sifatida implement qilamiz va bizning katta o'sha dasturimiz, podimiz o'sha ambassador orqali gaplashadi. Ya'ni localhost qanaqadir paymentga murojaat qiladi va o'sha ambassador pod bizga shu murakkab logikani bajarib beradi. Va bizda nimaga erishyapmiz? Biz source kodni o'zgartirmasdan yangi funksionallik qo'shyapmiz. Ya'ni extension qo'shyapmiz dasturimizga. Configuration helper, ya'ni bizda deylik config maps darsida gaplashgandik va bizda eslaringizda bo'lsa config maplarni update qilganimizda yoki secretlarni update qilganimizda bizga podlarimiz o'zgarmagandi. Ya'ni environment variable o'shan holicha turgandi. Va biz nima qilgandik? Biz o'chirib, qaytib yaratgandik, yana qaytib apply qilgandik va o'shandan keyingina bizda apply bo'lganda yangi konfiguratsiya, yangi config map. Va bizda yana sidecar pattern yordamida biz konfiguratsiyani har doim tekshirib turadigan, up to datemi deb tekshirib turadigan configuration helper yozib qo'yishimiz mumkin. Kichkina skript bo'ladi u. Va o'sha doimiy environment variablelarni mana shunaqa update qilib turadi. Ya'ni bizni dasturimiz hech nima qilishi kerak emas. Shunchaki tashqaridan biz mana shu configuration helper orqali environment variablelarni doimiy update qilib turamiz. Va adapter. Adapter deylik, yana tasavvur qilaylik, katta sistemamiz bor. Soapda biz implement qilganmiz uni va u XML da gaplashadi tabiiyki va bizni
yangi sistemalarimiz, mobile application yoki web application ular JSON formatida talab qilyapti. Va bunaqa paytda bizda SOAP butun boshli framework ni o'zgartirib chiqishimiz kerak va bu juda katta maintenance bo'ladi va bizda deylik boshqacha yechim qilishimiz mumkin. Xavfsizroq, katta o'zgarishlarga olib kelmaydigan o'zgarish bu yechim adapter patterndan foydalanish bo'ladi. Ya'ni adapter patternda biz yana bitta konteyner define qilamiz. U o'rtada turadi, asosiy requestlar unga keladi. U kelgan JSON yoki boshqa gRPC bo'ladimi, boshqa protokoldagi boshqa formatdagi requestni oladida bizning backend applicationimizga mos formatga ko'chirib beradi. Va ko'chirib bergandan keyin backend ham process qiladi va javobni qaytaradi. Javob XML da yoki boshqa formatda bo'lishi mumkin. Sidecar'imiz, ya'ni adapterimiz bizda oladida kerakli formatga JSON bo'ladimi, gRPC bo'ladimi, o'sha formatga o'tkazadida qaytarib yuboradi. Va bu juda zo'r yechim bo'ladi. Ya'ni katta code base'ni o'zgartirmasdan biz adapterni ishlatgan bo'lamiz. Va bu init konteynerlar yoki multi konteynerlar bizga qachonki boshqa yechim yaxshiroq va soddaroq yechim bo'lmagan paytda ishlatish tavsiya qilinadi. Va endi nazariya qismi tugadi. Endi laboratoriyaga o'tadigan bo'lsak, identify the number of containers created in the red pod. Demak, get pod qilamiz. Bizda red degan pod bor. Describe pod red less containers. Demak, bizda apple bor, wine bor, scarlet bor. Bu 3 ta ekan demak. BusyBox, va BusyBox. Uchovi ham BusyBox. Identify the name of containers running in the blue pod. Okay. Demak, blue, teal va navy bo'lar ekan bizda. Teal va navy. Create multi-container pod named yellow that includes 2 containers as specified below. Container 1, BusyBox, demak ikkinchisi Redis bo'lar ekan. If the pod encounters crash loop backup status, modify the lemon container to include command sleep 1000. Okay, BusyBox bilamizki bu bizga hech qanaqa environment bermaydi, adashmasam. Juda lightweight va bizdagi eng mashhur command line utility'larni Linuxda mavjud bo'lgan sleep, cat, yana time, o'shunaqa xullas kalom juda katta command line utility'larni bizga taqdim qiladi va o'zini biz run qiladigan bo'lsak, adashmasam bu hech qanaqa run bo'lmaydi va chiqib ketadi. Shuning uchun biz sleep 1000 deymiz va 1000 sekund adashmasam yoki sleep bo'lib turadi. Running bo'lib turadi shuning hisobiga. Ana endi biz run qilib birinchi pod menimcha shart emas. Run yellow. Demak, image BusyBox, image Redis va try run client qilamiz bu yerga warning bermasligi uchun va -o YAML va yellow.yaml ga yozamiz. Mana bu yerda image ikkita berdik va bu ishlaydimi yo'qmi sinab ko'rmaganman. Hozir ko'rib olamiz. yellow.yaml. Demak, bizda ishlamas ekan. Faqat bittani qabul qilar ekan va biz o'zimiz Redis bu gold bo'lar ekan demak, bizning konteynerimizning nomi va endi image BusyBox
busybox va name lemon. Demak, biz resurslarni qilishimiz shart emas, requires yoki limitlarni. Va endi shunchaki o'zini sinab ko'radigan bo'lsak, yellow okay, apply -f yellow .yaml okay, get pod qiladigan bo'lsak, container creating okay, not ready, crash loop back off. Ana endi biz describe qilib ko'radigan bo'lsak, hello, demak bizda lemon degan konteynerimiz run bo'ldi va state waiting, crash loop back off, ya'ni run bo'lolmayapti, crash loop qayta o'chib qolaveryapti. Ya'ni running state'da process run bo'lib kelmayapti. Start bo'lyapti, bo'ldi. Shu bilan chiqib ketyapti. Shuning uchun biz nima qilamiz? Edit kelinglar manifest o'zimiznikini o'zgartiramiz. Vim yellow.yaml va biz bu yerga comment adashmasam birlikda bo'lardi va biz sleep o'chiramiz. Sleep demak sleep min qilamiz. Va endi apply -f yellow.yaml qiladigan bo'lsak, bizda forbidden deydi. Shuning uchun biz birinchi delete qilamiz. Force grace yo'q. Apply qilamiz endi f yellow.yaml. Va endi get pods qiladigan bo'lsak, bizda ikkovi ham running state'da bo'lib turibdi. Va endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, we have deployed an application logging stack in the Elasticstack namespace. Okay, get pod -n Elasticstack. Elasticsearch, Kibana va appimiz bor bizda. Before proceeding with the next set of questions, please wait for the pods in the Elasticstack namespace to be ready. They are ready. Demak, ready holatda turibdi ular. Va demak bizda podimiz bor ekan, bu application va Elasticstack searchimiz bor ekan, bu ham bitta pod va Kibana Elasticsearch bilan gaplashish uchun service expose qilinishi kerak va Kibana userga accessible bo'lishi uchun ham service expose qilinishi kerak. Shuning uchun biz servislarni ham borligini tekshirib ishonch hosil qilib ko'ramiz. Demak, Elasticsearch uchun ham bor, node port. Demak, Kibana uchun ham bor ekan. Demak, tushunarli. Demak, nima qilishimiz kerak biz? Once the pod is in a ready state, inspect the Kibana UI using the link above your terminal. There shouldn't be any logs for now. Demak, Kibana UI ga access qilamiz. Ajoyib, mana notepad orqali access qilinyapti bu. Discover. Demak, bizda hali beri loglar yo'q. Elasticsearchni ham qaraydigan bo'lsak, bizda mana shunaqa ancha metadatasi berilyapti Elasticsearchni. Buni kattalashtiramiz. Demak, we will configure the sidecar container for application to send logs to Elasticsearch. It can take a couple of minutes for Kibana UI to be ready after the Kibana pod is ready. You can inspect Kibana logs by running kubectl logs Kibana. Demak, bizda muammo nima bo'lyapti ekan? Bizda hozircha loglar yo'q. Va loglar qayerdan o'qiladi? Kibana, Elasticsearch serveriga o'qiladi. Kibana serveri bizda hozircha yo'q. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Biz Kibana
tomonidan Kibana Elasticsearchdan o'qiydi loglarni. Biz search qiladigan bo'lsak ham Elasticsearchga murojaat qiladi. Lekin Elasticsearch qayerdan ma'lumotni oladi deydigan bo'lsak, bizning applicationimiz Elasticsearchga yuborishi kerak. Endi deylik bizni applicationimiz boshqa Elasticsearch emas, boshqa qanaqadir yechim ishlatayotganda deylik, ana endi Elasticsearchga ham yuborib turishi kerak. Va mana shunaqa paytda bizga sidecar ishlatishni tavsiya qilyapti. Hozir sidecarni birga yozamiz. Ungacha biz loglarni ko'ramiz. Oho. Elasticstackni loglari. Kibanani. Okay. Inspect the app pod and identify the number of containers in it. Okay, get pod. Demek app minus n elastic stack minus u YAML qilib so'ra describe emas, YAMLdan foydalanaylik. Demak, bizda konteynerlar bitta. Va bu event simulator degan konteynerimiz bor ekan bizda. Va bo'ldi. It is deployed in the Elasticstack namespace. Okay, bittagina bizda konteynerimiz bor. The application outputs the logs to the file log app.log. Try to identify the user having issues with the login. Ana endi biz execute dan foydalansak bo'ladi. Exec interaktiv kerak emas. Exec minus n elastic stack app degan nomda nimani cat qilamizda, mana shu log.log/app.logni ko'rmoqchimiz biz. Va mana bizdagi mavjud loglar mana shulardan iborat. Demak, inspect the log file located by okay. Nimani tanlashimiz? View the logs and try to identify user having issues with login. Demak, qaysi biri user 5 failed to login, user 5 failed to login, boshqa faillar ham bor, ular order qilishda fail bo'lyapti. Bizda demak user 5 login qilishda muammolarga duch kelyapti ekan. The app pod in the Elasticstack namespace currently writes logs to log app.log. Your task is to add a sidecar container that will ship these logs to Elasticsearch. Demak, hozircha mana shu app.log faylga yozarkan bizda dasturimiz. Demak, bizni vazifamiz sidecar pod container define qilish va Elasticsearchga olib o'tib turish kerak mana shu fayldagi narsalarni. Demak, add a sidecar container, name it sidecar to the existing app pod. Use the image code cloud file bit configured. Mount the log volume. The existing log volume must be mounted to sidecar container. Add demak, bizda tayyor faylni o'qib shu Elasticga olib o'tadigan imagelar ham bor ekan. Va bizda event simulator loglarni, ya'ni app/app.log demak log app.log ni biz sidecarga ham accessible bo'lishi uchun o'sha volume biz demak sidecarimizga ham mount qilishimiz kerak. Define the sidecar as Kubernetes native sidecar container using init containers. Demak, init containers biz init containerlar uchun ham ishlataveramiz. Sidecar bo'lishi uchun, ya'ni doimiy yonida run bo'lib turishi uchun biz restart policy always, ya'ni ishni bajaradi, tugaydi va yana restart bo'ladi. Ishni bajaradi, tugaydi, yana restart bo'ladi, shunaqa bo'ladi. You will need to delete and recreate the pod to add sidecar container. Okay, demak, birinchi qiladigan ishimiz get pod
demak namespace elastic stack bizda podimiz app bo'ladi. -o YAML qilamiz va app.yaml ga biz berib yuboramiz. Demak, vim app.yaml qiladigan bo'lsak, ana endi bizda specificationda init containers qilib biz bir boshdan demak image bizda mana bu image demak name bizda sidecar ana endi bizda restart policy ham bor. Restart policy bu always qilamiz. Va endi bizda demak log volume degan volume bor, mavjud. Ana endi biz xuddi shuni olishimiz kerak-da. Volume mounts bu yerga paste qilishimiz kerak. Demak, bizda lekin joylashuv boshqacha bo'ladi. Log volume bizda mana bu joyga var/log/event simulator degan joyga mount bo'ladi. Oxirgi slash shart emas. Demak, volumelarni o'zini ko'radigan bo'lsak, hostpass log volume demak var log web app degan joyda locally biz access qilsak bo'ladi. Ya'ni buni olamizda. Demak, ikkinchisiga cat qilib app.logni ko'radigan bo'lsak, xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bizga menimcha hamma talablarni define qildik. Mana endi chiqib delete qilib mana endi bu safar app.yamlni delete qilamiz va app.yamlni demak delete qilamiz, apply qilamiz. Va birinchi boshidan biz app.yamlni to'g'ri namespace'da yaratilayotganini tekshiramiz. Demak, to'g'ri elastic stackda yaratilyapti. Va shundan keyingina biz o'chira olamiz. O'chirib, demak get pod demak bizda namespace elastic stack bizda echo ham run bo'lyapti. Ana endi biz Kibana dashbordimizga o'tib refresh qiladigan bo'lsak, ana endi bizga hamma loglar bu yerda ham ko'rinishi kerak bo'ladi. Demak, biz saytlarni to'g'ri implement qildik. Va ana endi keyingi topshiriqqa o'tadigan bo'lsak, inspect the Kibana UI demak biz inspect qildik, ko'rdik. Zo'r, ajoyib. Va hammasi zo'r ishlayapti. Kibanada hamma loglarni o'tib oldik. Va bu xohlagan deylik biz source kodimizni o'zgartirmagan holatda sidecar yordamida mana shu Kibanaga xohlasak, boshqa joyga xohlasak, Datadogga xohlagan joyga biz o'sha bizdagi o'zimizdagi mavjud ma'lumotni qo'shishimiz mumkin bo'ladi va eng qizig'i biz o'zimizda mavjud bo'lib turgan dasturimizni o'zgartirmasdan bu ishni amalga oshirgan bo'lamiz. Va bu scale up qilishga, ya'ni murakkab katta sistemani qurishga juda qo'l keladi. Va demak, multi container podlar haqida bugun gaplashdik va ushbu videomiz ham o'z yakuniga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat.